Dadajon, bugun ustozim yig'ladilar. Ustozingiz yig'ladi? Nega yig'ladilar? Behruz o'rtog'im dars qilmay keluvdi, keyin ustozini qulog'idan tortdilar. Bolalar darsimiz matematikada. Kir bolam. Ustozi, menga qarang. Hozir bolam yig'lab bordi, uribsiz. Nima haqqingiz bor men bolam urishga? O'qitayotganmiz, yoningni o'chiring ovozingiz. Men hali qilib qo'ymayman. Adajon, sizlar paytinglarda ustozlar yig'laganmi? Bizni paytimiz. Bizani yoshligimizda ustozlarning qadri otani qadri bilan bir xil edi. Ustoz bizani urishganda uydagilarga yetmasdik. Ota-onalar ustozlarni hurmat qilardi. Aybni ustozdan emas, bizdan qidirishardi. Hozirgi kunda yoshlarning buzilib, tarbiyasiz bo'lishiga ustozlar emas, aslida ota-onalar aybdor. Oyijon, yuring maktabga. Nega? Ustozim urushdi. Ha? Nimaga urishadi ustozing? Dars qilib bormaganimda urushdilar. Men nima qilishim kerak? O'shanga borib urushib keling, Kim bilan? ustozim bilan. Qiziq ekansan. Men seni aybing bo'lib turib, yana seni yoningni olib ustozing bilan urushib kelaman. Ustoz bekordan bekorga urushmaydi bolam. Tushundingmi gapimni? O'g'il bola o'zini harakatiga o'zi javob berishi kerak.